Assalomu alaykum, hurmatli Kanareyka ishqibozlari. Bugun sizlar bilan zo'r yangilik bilan bo'lishmoqchiman. Mana Bahrom akam, qolgan bolalar, hamma bizning klubimiz bilan bilasizlar. Toshkent shahar klubi edi. Sal nomi o'zgardi. O'zbekiston sayroq kanareykalar ishqibozlari Bahrom klubi. Va nimaga men buni aytayotganim, juda xursandchilik mana. Adliya vazirligidan nodavlat notijorat tashkilotini davlat ro'yxatidan o'tkazganlik to'g'risida guvohnoma. Ya'ni bizda Ovsyanka xonishidagi yoki Ovsyanka sayrog'idagi klubga, yana bir klubga, O'zbekistondagi yana bir klubga asos soldik va bu klubimiz ofitsialniy quvvat-quvvatlar bilan davlat ro'yxatidan o'tdi. Faoliyat hududi hattoki respublika entiti, ya'ni butun O'zbekiston Respublikasi bo'yicha faoliyat olib borishingiz mumkin. Faoliyatimizning maqsadlari O'zbekiston Respublikasida Ovsyanka sayrog'idagi kanareykalarni ko'paytirish, kanareyka sayrog'ini mukammal o'rganish, musobaqalar o'tkazish, yangidan yangi sayrog'dagi kanareykalarni sayrog'larni yana qo'shib borish va bunga o'xshagan faoliyatni kengroq yoritish, yoshlarni qiziqtirish va boshqa shunga o'xshash faoliyatlarni olib borishdan iborat bizning maqsadimiz. Sizlarga bu xursandchilikni bo'lishmoqchi bo'ldik. Xudo xolisa konkurslarimizda birga bo'linglar. Mana klubimizning direktori Bahrom akam bu bo'yicha bo'layam, boshqa bolalar ham baraka topsin. Asli yugurishdi. Avvalo Allohga hamd bo'lsin shu kunlarga yetkazganiga, bolalarga hammasiga rahmat. Bahrom aka, siz o'zingizdan bir narsa deysizmi? Qo'shilaman ustozimga. Sog' bo'linglar, bo'lajak konkurslarda, bo'lajak yig'ilishlarimizda sizlarni qolamiz. Zo'r hammadan xushlar chiqsin. Rahmat hammaga.